Uyingizda ba'say bilan go'shtli qolgan bo'lsa, ma'qul usulda o'xshagan bir say qo'rib yapaqqa ta'm tilingiz lam qoldi. Etilish usulimi intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz, ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha ba'sayni inchikalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Ba'sayga o'xshash qizilaz, ko'klazlarni mo to'g'rab tayyorlab olamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar lapizlarni mo muvofiq miqdorda to'g'rab olsanglar bo'ldi. Sinjang samsaq, so'ng piyozlarni ushshaq to'g'rab olamiz. May qizgandan keyin go'shtni selib qo'raymiz. Go'shtni bekroq qo'rib etamiz. Go'sht qo'rilib mushallat ketganda azroq tuz selib etamiz. Sinjang samsaq, so'ng piyozlarni selib birishga qo'rib atgandan keyin tamdirdan birini ushshaq chanab selib etamiz. Qizartish uchun uyimiz chanib olgan lazımmi? Bir qo'shqa atrofini selib, tamdir ezilib suvi chiqqandan keyin cho'ng ustamning qo'rmasa tetitqisidan yerim bo'loq selib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmuş oilada mifansay qo'rsam ta'mini yaxshi chiqaramayotman degan xonim qizlarimiz ishiltib baqsanglar bo'ldi. Qo'rmasa tetitqisini har qanday sayga o'rtaq ishiltishga mos qildi. Ondan keyin ba'sayni silib, ba'say ezilgich qo'raymiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran üstüdeki numar şu. Ondan keyin oldin chilab tayyorlab olgan xo'ngshub pintozini salamiz. Ondan keyin qizil laz ko'k lazlarni silib, birishga qo'rvatgandan keyin tuz ta'min tetib, chiroyli taqsimizga usib, uydagilarning oldiga qo'ydigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi. Bir vaqt tamoqqa mushta o'xshatib, say qo'rib non bilan yeb yiqing. Ham oson, ham yeyishlik. Uydagilaringizni maqtab turib yeydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi? Sinab yiqing. Kelarki sonda ko'rishaylik.